Payg'ambarimiz oldilariga bir sahoba keldida, "Ya Rasululloh, men kechasi-yu kunduzi farzandlarim bilan ishlaymiz-u, lekin baraka yo'q bizda, xayr yo'q bizda. Yeyishimizda bir maza yo'q, kiyishimizda bir nima yo'q, yashashimizda rohat yo'q. Bizga bir amalni o'rgating, Alloh baraka bersin" dedilar. Rasululloh aytdilarki, "Qachon hovlingga kiradigan bo'lsang, salom berib kirgin, boy bo'lmasdan qolmaysan." Haligi odam uyga keldida, "Assalomu alaykum" deb turdi ayoli hayronlik, dadasi nima bilan qilyapti? Rasululloh o'rgatdilar, Qur'onda kelgan ekan, shunga amal qilaylik. Xotin, bola hammalar ham bir necha oy o'tganda Rasululloh taolariga kelganlarida, "Ya Rasululloh, kiyimimni qarang, yangi oldim" dedi. "Qornim to'yapti. Uyimizda fayz baraka bo'ldi" dedi. Agar inson hovlisiga bismillah besalom kirayotganligi, o'zi bilan shayton va jinni kirayotganini ko'rganda edi, aytar ekanda, "Shu hovlida hozir menga joy yo'q" deb orar ekan.